Yaxshi o'tiribsizlarmi, oyijon? Shu boshim o'lgur hech og'riqdan to'xtamayapti-da. Qancha dori ichdim. Bosilay demaydi. Hozir yaxshi edingiz, oyi? O'xtin bir sanchib qoladi-da. Dori bersinmi keliningiz aytaymi? Yo'q, dori ichmayman, charchadim. Ichmayman dori. Choy ber. Mana oyijon choy. Baraka toping, qizim. Yodgorjon. Rahmat. Bolam, sen endi ketaver. 3-4 kun kelin men bilan turib tursin, xo'p oğlum. Bu holimda hozir ishga ham yaramayman, bolam. Ko'ryapsan, oxirgi paytda og'riqdan hamma joyim zirqirab, charchab ham ketdim bu kasalda. Oyi, haligi men ham 3-4 kun qolaman bo'lmasa, 3-4 kun kech borsam hech narsa qilmaydi. Siz yaxshi bo'lib qolsangiz bo'ldi, xo'pmi? Siz yaxshi bo'lganingizdan keyin ketaman. O'g'lim? O'zi o'qib ishlayotgan bo'lsang. Ish topish osonmi, to'g'rimi? Yana ishingdan ayrilib qolmagin deyman-da, bolam. Jonim qizim, Labi oyijon. men bilan ozgina yashab turasiz, bolam. Sal oyoqqa turib olay, keyin jo'natib yuboraman. Xo'p bo'ladi oyijon. Shunday bo'lsin. Ha, ertaga yo'lga chiqaman. Sen hammi? Yo'q, o'zim. Xotinim qoldirib ketyapman. Bo'pti, sen ham. Yodgor aka, shu haftaning oxirida o'zingiz chaqirib olasiz-a? Birga ketmoqchi edik. Xavotir olma. Ertaga bir yo'lni qilaman. Xo'pmi? Sen oyimga qarab o'tirgan. Ukam ham ishlarini tugatib qaytaman deganday qildi. Men unga telefon qilaman-da, tezroq qayt, uyda ish ko'p deyman, xo'pmi? Shunoq qiling. Xo'p. Siz nima qilaman bu yerda? Olib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p. Menga qara. Nima sen bu yerda qolgin kelmayaptimi? Oyimning xizmatini qil, duolarni ol. Qolmayman demayman. Lekin yoningizda bo'lganim yaxshi-ku. Sizga issiq ovqatlar, issiq choylar olib kelsam boshqacha ko'taraman. Uni ustiga yaqinda chillamiz chiqqan bo'lsa. Oye, hazillashdim-ku. Yonimda bo'lsang yana ham yaxshi edi. Ko'ryapsan-ku, oyim to'y yugurlar bilan ancha charchab qoldilar. Shuning uchun ozroq qarashib tursang, o'zlari jo'natib yuboradilar. Seni ushlab o'tirmaydilar, xavotir olma. Aniq bilaman. Aniqmi? Aldamaysizmi? Yo'q, aldamayman. Qarang, olib ketmaysiz. O'zim kelib olib ketaman. Yig'ishtir narsalarni. Yig'ishtirmayman. Bo'la qol. Olib qolyapman. Yonimda yursin. Nima qiladi erni yonida? G'alvani ko'paytirib. Menga qara. O'g'lim bechora o'qiydimi, ishlaydimi? Buni nos firoqiga qaraydimi? Mana uni ustiga yangi yil yaqinlashyapti. Uylarni yig'ishtirib hamma joyni tozalab o'tiradi. Qo'yaver. Oyjon, jo'natib yuboring, nima qilasiz? Yangi kelin kuyov birga yashagani yaxshi. Ularni ayirib nima qilasiz? Qiz, menga aql o'rgatma.
Sen o'zingni bilib yashayvergin. Men nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Ko'rdim. Ko'rdim hammasini. Mana shu yerning o'zida nozlanib, o'g'limni xayolini buzyapti. Tavba qildim. Mendan ham uyalmayapti. Mendan ham uyalmayapti-ya. Ko'zimni yonidachi, nozlanib, ukangga bir narsalarni gapirib, buyurtma qildiradimi-yey? Xuddi o'zini-chi qirolichalarday tutyapti. O'rgildim. Hech qayerga ketmaydi. Yonimda o'tiradi. Ukang o'qisin, ishlasin. Tushundingmi? Mana ozgina sabr qilsa, bayram kelyapti. Nega oldingiz unda? Yangi kelin eriga erkalik qiladi-da, oyi. Sizga aytmaydi-ku. Biram aqllisana. Mengachi aql o'rgatma. Men o'zim bilaman nima qilishni. Tushundingmi? Ishingni qil. Hammasi aqlli. Yangi kelinmish, erkalik qilarmish. Men uni erkalik qilish uchun olib berganim yo'q o'g'limga. Xizmatimni qilsin. Qiladi ham, jo'natib bo'pman. O'zingni ehtiyot qilgin bolam. Xo'p. Eng asosiysi och yurmagin. Ovqatlangin, issiq ovqat yegin, bo'ptimi bolam? Siz ham o'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi oyijonim? Ilohomin. Og'ini oldirmagin, oltin boshing omon bo'lsin. Allohga omonatsan, Allohu akbar. Alloh. Borganingdan keyin qo'ng'iroq qilgin jon bolam. Kelin, Labi oyijon, hamma narsasini soldingiz-a? hamma narsani soldim. Hech narsa esdan chiqmadi oyijon. Yaxshi qilibsiz bolam. Endi borib ishingizni qiling, boring. Ha, ishingizni qilavering dedim. Men o'zim Xo'p, kuzatib oyijon. qo'yaman. Yaxshi etib oling. Shu kasalim o'lgur hech tinchlik bermaydi-da. Hay bolam. Menga qara. Xotining qo'ng'iroq qilsa, alo deb ko'tarib yurmagin, tushundingmi? Vaqtingni ketkazib gaplashib o'tirma. Ishingni darrov qilgin bolam. Xo'pmi? Hademay yangi yil keladi, chiroyli qilib o'tkazishimiz kerak. Ungacha xotining mana bu uylarni chiroyli qilib supur-sidir qilsin, mehmonlarni kutishga tayyorlasin, o'g'lim. Meni ko'ryapsan, meni ahvolim og'ir. Shu turishimda hamma joyim sirqirab ketyapti, bolam. Xo'p. Oyi, agar tuzalib olsangiz, Xudo xolasa, o'zingiz yuborib yuborasiz, xo'pmi? Sog'inib qolasizmi, ha? O'zi ijarada yashasang, buni g'alvasini boshingga urasanmi? Senga bosh og'riq bo'ladi xolos. O'g'lim, sen yaxshilab o'qishingni bitirgin. Ana xolangning o'g'li bor edi-ku. Yangi kelinni oldi-yu, o'g'li bilan shaharga jo'natib yubordi. Qo'llariga pulni oldi, aylandi, hamma xarajatni qildi kelinni boshiga. Ona bechora qopgina ketdi, bolam. Oyi. Nimaga unaqa deysiz? Men unga birga ketamiz deb aytganman. Xolamni nima qilasiz tiqishtirib? Qolaversa ularning yo'rig'i boshqa. Bolam, voy. To'ydan oldin hamma narsaga va'da berilaveradi. Hammasi to'ydan keyin ma'lum bo'ladi. Bolam, shuni ham bilmaysanmi? Boshimni ortasan. Mana ko'ryapsan, men ahvolim mana shu tizzalarim og'riydi, qara, qo'llarim og'riyapti. Hozir shu turishimda boshim aylanyapti. Men kelinni bekorga olganim yo'q, bolam. Men ham qaynona bo'lib, mundoq kelinni qo'lidan choy ichib rohatlanay, bolam. Xo'p, oyijon. Xo'p. Bolam, qovog'ingni ochib ketgin, kulib ketgin. Bo'ldi qilgin, bolam. Xo'p bo'ladi, oyijon. O'zingiz ehtiyot qiling. Jo'nataman xotiningni, ko'zim uchib turgani yo'q. Ozgina Xo'p, o'zimga dedim-ku. kelib olay. Bo'ldi, oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Bo'ldi. Shunaqa ekan-da, bolam. Xotin bor joyda onani unutib ketaverar ekansan-a? Oyi, unaqa emas. Meni yaxshi bilasiz-ku. Sizni yaxshi ko'raman. O'zimmi oyijon?
Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi Xo'p, e'tibor. oyijon. Qo'ng'iroq qilgin, hoy bola. Xo'p. Bir-biriga ko'zlarini urishtiradi bular. Kelin, Oyijon, sizni boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi, bolam? Yana o'g'limga qo'ng'iroq qilyapsizmi? yo'q oyijon, o'zlari qo'ng'iroq qilgan ekanlar. Shunga qilgan. Qilaveradi qo'ng'iroq o'g'lim, siz ko'tarmang. Ishini qilsin. Siz hamchi bilib ishingizni qiling. Hali bir nevaralarim kelishadi. Haligi archani yasatamiz deyishayotgandi. O'sha archani olib chiqib qo'ying. Changlarini yaxshilab artib, chiroyli qilib tayyor qilib qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi oyijon. Yo men ortingizdan yurishim kerakmi? Qildingizmi, nima qo'ydingiz, qilasizmi deb. Xo'p bo'ladi oyijon. Darrov. Endi ortimdan boyloqchilik qilib yuradilar. Kun yo'q menga. Yodgor aka, iltimosida tezroq meni olib keting. Qayerga ketdingiz o'zi bitta o'zimni tashlab? Bir bor qo'lingizni cho'zib ko'ring. Nimani istasangiz o'shanga erishasiz. Siz bu olamdagi barcha quvonchga haqlisiz. Bir marta haqqingizni so'rab ko'ring. Keyin siz quvonchning o'zi Alo. Assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom bolam, o'zing tinchmisan? Rahmat oyijon. Keliningiz nima qilyapti? O'ynayapti bolam, o'ynayapti. Menga qara, seni kelindan boshqa tashvishing yo'qmi? A? Yo'q, oyijon, o'zim hol-ahvol so'rab qo'yadigandim. Telefonimni ko'tarmayapti. Mana meni holimni so'ra. Xotining dikkillab yuribdi. Bola, men kasalmi? 3 kundan beri mazam yo'q. Xotining bo'lsa, o'yinga tushib dikkillab yuribdi. Bo'pti oyi. Har kuni telefon qilyapman-ku. Bilmadim bolam, bilmadim. Bu kasalim hali beri tuzalmaydi shekilli. Kelin ancha vaqt men bilan qolsa kerak bolajonim. Yangi yilni eson-omon kutib olaylik o'g'lim. Bayramdan keyin olib ketaverasan, xo'pmi? Oyi, axir. Nima axir? Xotinsiz o'lib qolasanmi? Ha, xotining qochib ketmayapti, yuribdi ana. Ishini qilib shu yerda. Menga qara, agar yoningda bo'lsa, hamma narsani, butun dunyoni unutib qo'yarkansan-da, bolajonim. Unaqa emas, oyi. O'g'lim, sen talabasan, ham ishlayapsan. Ishingni qil. Ta'tilga kelasan, ko'raverasan xotiningni. Oyi, endi ta'tilga. Bo'ldi bolam, bo'ldi. Endi mendisi yo'q. Ishlaringni qil. Tavba qildim bu yoshlarga hayronsan-a? Bir-birisiz turolmaydi. Tavba. Biz qanday yashagan ekanmiz? 3 yil armiyaga ketganda shunday ko'zimiz nigoron bo'lib kutganmiz. Tavba. Qizi etek-chechak qilganda kelgandi erim. Men ekanman shukr qilib o'tiradigan. Tavba qildim. O'qishingni o'qi. Xotin demasdan. Voy, o'ldirib qo'ydi uni. Voy. Nimaga o'ldi ekan bu? Chalg'itding bola sen.
Ana endi. Xafa bo'lma. Aktrisalar o'zi shunaqa bo'lishadi. Salom jonim, charchamayapsanmi? Sizni sog'indim. Qachon kelasiz? Nega bu ovqatlar kech pishadi desam, sababi bor ekanda. Yoz. Shunaqami? Haligi Oyjon o'g'lingiz SMS yozgan ekanlar. Shunga Menga qarang, o'g'lim yozaveradi. Qo'ng'iroq qilaveradi. Xatingiz bor-ku. Meni chalg'itmang. Vaqtim yo'q, ish bilan bandman demaysizmi? haligi Telefonni menga bering. Oyjon, Menga bering. uydagilarim qo'ng'iroq Bering. qilishadi. Bu yoqqa bering telefonni. Uydagilaringiz menga qo'ng'iroq qiladi bolam, xo'p? Nima? Siz meni nazarga ilmayapsizmi? Unaqa emas. Sizni maqtab berishgandi. Maqtovlari shumi? Bola? Archalarni chiqarib qo'ydingizmi? Aha, Changlarini artib qo'ydingizmi? hammasini qilib qo'ydim Oyjon. Archani ham o'yinchoqlari bilan yuvib qo'ydim. Qizim, meni yomon ayol ekan deb o'ylamang. Siz yangi kelinsiz. Havoyi bo'lib qolmang deyapman-da. U yoq bu yog'i 10 kun vaqt qopti bayramga. Yodgorjon bir haftaga keladi. Mazza qilib bayramni nishonlaysizlar. Hozirdan bolam, mana bu uy ishlariga mehr bersangiz, ro'zg'orbob bo'lasiz. Xo'pmi bolam? Mendan xafa bo'lmang, xo'pmi? Xo'p bo'ladi Oyjon. Shunaqa bo'lsin. Tilingizga shakar, o'zim o'rgilay. Endi Yodgor ukam kimga qo'ng'iroq qiladilar? Qaynonam Yodgor akani mendan qizg'anyaptilar shekilli. Qayerda bo'lsa xotin ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Yodgor aka rosa qo'ng'iroq qilayotgandirlar hozir. Men jin emasman-ku, erim ishdan qoldirib o'tiradigan. Buni Oyjonga tushuntirib bo'larmidi? Hozir kutib turing aka. Oyi! Dilnoz! Yodgor akam keldilar. Oyi! Voy, Assalomu alaykum oyijonim o'zimmi? Yaxshi Onang o'tiribsizmi? Charchamayapsizmi? ke bolam, tinchlikmi? Tinchlik? Sizni sog'indim, ko'rgani keldim. Xotiningni ovozini eshitmasang, turolmaysan-a? Darrov uchib kelganingni qara. Oyi, nega unaqa deysiz? Ish bilan keldim. Bir ro'ga kirib ketay, sizlarni ko'rib ketay dedim. Hozir ketaman qaytib. Taksi kutib turibdi. Har qalay meni ko'rgani kirmagandirsan, o'g'lim. Oyi. Ha, xotin qursin-a. Shirin bo'lmay ketsin-a. Oyi. Bor, archa yasatyapti. Diydoriga to'yib ol. Bora qol. O'zim oyijonim. Sizni yaxshi ko'raman, sog'inib ketdim. Sog'inganmish. Uchib ketyapsan-u? Yangi yilga tayyorgarlik zo'r-ku. Archani zo'r bezatibsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'ldan kelgancha. Bugun qolasizmi? Yo'q. Kechki payt ketaman. Sheriklarim kutib turibdi. Nima qilardingiz kelib? Keting boring. Ketavering. Iye, Zarilmi sizga kelib? maylimi? Dilnoz, Yo'q, keting. bu yoqqa kel.
Dilnoz, oyimdan xafa bo'lma. Bir haftagina sabr qilsang, men kelaman. Va seni o'zim bilan aniq olib ketaman. Tushundingmi? Ko'ramiz, o'sha kun kelsinchi. Oyijon meni qo'yib yubormaydilar. Nima qilaman bu yerda bitta o'zim siz. Voy, menga qarab. Keling, oyi. Ha. Chiroyli bo'pti. Keling oyijon. Qizim, Labbe. ha darrov chiqib ovqatga unamaysizmi? Bolam issiq ovqat yeb ketsin. Yo, oyi. Ko'chada taksi kutib turibdi dedim-ku. Ketaman hozir. Xo'p bo'ladi. Bor. O'g'lim, yonimga kel. Meni noto'g'ri tushunmagin bolam. Ishni bahona qilib kelaversang, o'rgatib qo'yasan-ku bolam. Oyi, nega telefonni olib qo'ydingiz? O'zi bilasiz, uyda bir o'zi zerikadi. Shu bilan ovunardi. Darrov xotinchiz shikoyat qildimi bolam? Ha, uyda shuncha ish bor. Nimaga zerikarkan? Zerikmaydi. Mana, men bilan gaplashsin. Yuragini ochib men bilan gaplashsin. So'rachi. Biron marta men bilan o'tirib bir gaplashganmikin? Yo, indamadi. Endi u ham gaplashadi. Faqat nima desam ekan? Bolajonim, kelinni boshidan qattiqqina ushlash kerak, tushundingmi? Nima desa xo'p deb o'rgatib qo'ysang, ertagachi boshingizga chiqibchi, erkalanadi yana bola. Endi oyi bunaqa qattiq qo'lam bo'lish kerak emas-da. Rahming kelyaptimi bolam? Nima? Yo'q. Meni shunchalik bag'ri tosh deb o'ylayapsanmi, a? Onangni bag'ri tosh deb o'ylayapsanmi, bolam? Oyi, Men bo'lmasam, mazza qilib yashaysalar, a? Men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki hozir bir minut. Alo. Hozir chiqyapman. Xo'p. Men kech qolyapman. Yaxshi o'tiring, xo'pmi? hey, menga qara, gapim tugatganim Oyi, yo'q. taksi kutib turibdi. Birovga keluvdim. Hali kelaman. Voy. Mana, har doim men yomonman. Men o'lgur yomonman. Bir bor qo'lingizni cho'zib nimani istasangiz o'shanga erishasiz. Siz bu olamdagi barcha quvonchga haqlisiz. Bir marta haqingizni so'rab qo'ying. Keyin siz quvonchning Oyijon, mana choy. Shu yerga qo'yavering. Oyijon, boshingiz og'riyaptimi? Yaxshimi? Sizlarga o'zichi hech narsa aytib bo'lmaydi. Boshim og'riyapti desam, yolg'onga yo'yasizlar. Xuddi men ataylab qilayotgandek. Oyijon, unaqa emas. Qizim, Labbe. meni gaplarim sizga og'ir botyaptimi? O'zingizcha o'g'lini qizg'anyapti deb o'ylayapsizmi? Men qizg'anmayapman. Baxtli bo'linglar. Endi bayram oldi ishlarini yakunlab tugatib kelsin deyapman. Siz ham yosh joningizga ijarada qiynalib qolmang deyapman. Shuni ham darrov yomonlikka yo'yapsizlar. Oyijon, men hech narsa demadim-ku.
hech narsa demayapsiz, lekin mana bu turishingiz shundoqqina sotib qo'yyapti. O'g'lim juda ham sodda, juda ishonadi. Hay kelin. Nimaga meni ko'rsangiz, xuddi dushmaningizni ko'rganday qovog'ingizni uyyapsiz? Oyijon, haligi biroz boshim og'riyapti. Shunga kayfiyatim yo'q edi. Bilaman nimaga kayfiyatingiz yo'qligini. Telefon yo'q. O'g'lim bilan gaplasha olmayapsiz. Menga oshkora gapira olmaysiz. O'rgildim. Buncha havoya bo'lmasangiz, a? Unaqa emas, oyi. O'g'lingiz bilan gaplashmasam ham kunim o'tyapti. Biroz boshim og'riyapti deyapman-ku. Qarang-a, tillaringiz ham burro-burro bo'lib ketibdimi? Kuningiz o'tadi. Oldingilarniki ham o'tgan. Sizni ham kuningiz o'tadi. Namuncha menga sachramasangiz, a? Shunaqa ham bezbet bo'ladimi odam? Oyijon, to'g'ri ma'noda gapirdim-ku. To'g'ri gapirganmish. Uring. Kesatgandan ko'rasi uring meni. Uring. Qaynona ham ona. Nimaga bunaqasiz? Eringizni onasini odam o'rnida ko'rmaysiz? A? Oyijon, men hech narsa demadim-ku. Demaganingiz shumi? Shumi demaganingiz? Yana sizdan nimani kutay? Meni aybim eringizga qo'shib jo'natmaganimmi? Shunga hunar ko'rsatyapsizmi menga, a? Uyatsiz. Uyaling. Yig'lashini qarang, yig'i ham tayyor. Qizim, sen tushunmayapsan. Bu kelindanchi har balo kutsa bo'ladi. Menga qara. Sen ham bir qo'ng'iroq qilib tanbih berib qo'ymaysanmi? Bayram kayfiyatim ham rasvo qildi. 2-3 kun sabr qilsa keladi o'sha yeri. Oyi, nima qilasiz shu keliningiz bilan o'chakishib? Bilasiz-ku, yangi kelin bo'lsa, o'zingiz ham o'ylang, meni ko'z oldingizga keltiring. Qaynonam agar shu ishni yangi kelinligimda qilsa bormi? Meni ham jahlim chiqardi. Ey qiz. Men yomon niyatda qildimmi? Ha shu kelin begona joyda qiynalmasin, issiqqina uyda o'tirsin deb qilyapman. Sen nimaga o'zingni tiqishtirasan, bolam? Bo'pti, oyi. Erta-indin o'tarman. Yana gaplashamiz. Qayni singillarim kelishganda bayram arafasiga. Ey. Hamma kelinlar ham senga o'xshagan mana shunaqa mehribon bo'lsa-da. Bo'ladi, oyi. Sizga men o'rgatishim shart emas. Qars 2 qo'ldan chiqadi. Qars 2 qo'ldan chiqadi deyapsanmi? O'rgildim. Topgan gapingni qara. Mayli bolam. Senlar mana shunaqa onaga aql o'rgatadigan bo'lib ketgansizlar. Hamma narsani bilasizlar. Ustomonsizlar. A? Ishingni qil, qayni singillaringni kut. Hammasi aqlli. Onam rahmatli aytardi, o'zimdan aqlli deb. Pul qayerga qo'ydimmi? Pul qayerga qo'ydim.
asabiyni buzadi. Kelin, Labi oyijon, bugun kechqurun o'g'lim kelyapti. rostdanmi? Ha. Hamma yoni yig'ishtirib, saramjon qilib qo'ying. Yonida mehmoni ham bor ekan. Tayyorgarlik ko'rib qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi Xo'p. oyijon. Ha. Qizim. O'zi kechagi qilig'ingiz uchun sizni kechirmoqchi emas edim-u. Mayli. Ikkinchi qaytarmang, xo'pmi, qizim? Men sizni begona deb hisoblamayman bu uyda. Men sizni qizim deb qabul qilganman, bolam. Yana bir marta takrorlansa, kechirmayman. Tushundingiz-a meni? Xo'p bo'ladi oyijon. Shunday bo'lsin. Kecha g'ajib yotgandilar. O'g'illarini kelayotganini eshitib, darrov to'nlarini o'zgartirib oldilar. Yodgor akam kelyaptilar. Kim bilan kelayotgan ekanlar? Mayli, u bu kursdoshlari bo'lsa kerak. Syurpriz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Ha, yaxshi. To'xtab tur. Kamola. Kiraver. Assalomu kel. alaykum. Bu O'g'lim? Voy. Nang Assalomu o'rgilsin. alaykum. Assalomu Yaxshimisiz alaykum. onajonim? Ha? Yaxshimisiz xolajon? Yangi Ha. yillaringiz bilan. Va alaykum assalom, bolam. Ha, oyi, bu qiz Kamola. Tanishimmi? Anu kursoshim bor-ku, o'shani jiyani bo'ladi. Birga keldik xullas. Hozir narsalarni uyga qo'yaman-da, bu qizni uyga olib borib qo'yaman. Xo'pmi? Yurgur aka. Tashlab kel. Ha. Nima qilasiz ovora bo'lib? Oyijoningiz chetda ekanlar. Ertaga olib borib qo'ya qolasiz. Sovuqda ovora bo'lmang. Buguncha shu yerda qolay. Oyi, nima deysiz? Oyi. Ha? Mayli, mehmon shunday xohlayotgan ekan. Rahmat. Hey. Dilnoz. Bo'pti, yuringlar qani? Uyga Ha, kiramiz. yo'l boshlang, men eshikni Yuring. yopaman. Siz O'zim kiravering. yopaman, siz kiravering. Yuring. Yaxshimisan, Dilnoz? Yomon. Kursdoshingiz jiyanini o'zi olib kelsa bo'lmasmidi? Kim? Ha, Doniyormi? U hali maosh olmagandi. Shunga ertaga mashina bo'ladimi, yo'qmi, shuni birga olib keta qol dedi. O'zi ham ertaga keladi. Bu qizni o'zingiz olib keldingizmi? Yo'q, yana ikkita kursdoshim birga keldi. Qizlar ham bor. Menga qara. Rashk qilyapsanmi? Yo'q, rashk qilmayapman. Nimaga rashk qilishim kerak? Sizni kulib kutib olishim kerak, quchoq ochib. To'g'rimi? Begona qiz bilan kelganingizga nima qilishim kerak? Dilnoz, bu nima deganing? Bu qiz ham bizdan institutda birga o'qiydi. Aka singil deymiz. Do'stim iltimos qildi. Men yo'q deya olmadim. Hoziroq uyga olib borib tashlang. Jinnimisan? Kechasi yarim tundanmi? Ha nima? Kechasi olib keldingiz, to'g'rimi? Uyalmasdan qiz bola bo'lib turib, kechasi begona erkak bilan uyga kirib kelyapti. Men indashim kerak emas sizga, to'g'rimi? Dilnoz, bo'ldi qil, iltimos sendan. Nima bo'ldi qilaman? Nima qilishim kerak edi? Ha? Nima qilay? Quvib solaymi hozir borib? U mehmon-ku. Oyim bilan birga yotadi. Nima ahmoqlik bu? Nima tushunmay qoldim men senga? Rashk qilyapsanmi? Yo'q,
Borda mehmonni choy ovqatiga qara. Manmi? Ha, sen. Mana uni ovqatiga qarashim kerak, to'g'rimi? O, jinnimisan, Joy mehmon solib deyapman. beraman. Buni hammasiga oyingiz sababchi, tushundingizmi? O'chir ovozingni. O'chirmayman. O'chir. Men asabimni buzma. Bilganingni qil. Qilaman. Hay kelin. 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 Dilnoza. Labbi oyijon. Voy, sekinroq bolam. Menga qarang, mehmon keldi. Osh-ovqatingizga qaramaysizmi, dasturxon tuzolmaysizmi? Pista bodam shirinliklar qani topolmayapman. Yodgorjonni qorni ochdir. Dasturxon tuzing bunda. Bilmayman oyijon. Ye. Nega bilmaysiz, nima deganingiz bu? Oyijon, u qiz o'g'lingizni boshini aylantirib olgan jasmani bo'lganda nima qilardingiz? Ye. Sizni yedingizmi siz? Nima bo'ldi sizga? Tavba qildim. Mehmon deyapman, uyat bo'ladi. Jiming. Mehmon oyi. Ko'rdim qanaqa mehmonligini. Yarim kechasi erkak kishi bilan eshikdan kirib kelgan qanaqa mehmon bo'lar ekan, oyi. Bo'ldi qiling, boshimni og'rityapsiz. Nima balo, yarim tunda alahsirayapsizmi bolam? Chiqib dasturxon tuzang. Yo'q, hech narsa oyi. Qilmayman. Ay, Dilnoza? Ye, voy o'lmasam. Meni kelinimmi shu? Ye. Ya astag'firulloh. Kamola, Labay, Yodgor aka. joylashib oldingmi? Ha, joylashdim. Ha, yaxshi. Bo'pti, bo'lmasa sen dam olur, charchagansan. Ertaga gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p. Ha, vaqtli turamiz, xotiraman. Bo'pti, yaxshi dam ol. Xo'p. Oyi, tinchlikmi? Tinch qo'y. Uxlasin mehmoning. Bola, Qo'ying oyi. Indamen. Ichkariga kirib yotib oling siz ham. Menga qara, nimaga asabim buzasan, ha? o'g'lim, nima qilarding shu qizni yetaklab uyga olib kelib? To'g'ri uyga borib tashab kelsang bo'lmasmidi? Sumkalari og'ir edi, oyi. Taksi o'sha qishloqqa olib bormayman dedi. Kirmayman o qishloqqa dedi. O'zim olib borib qo'ymoqchi edim. Bolam, men biroz xato qildimmi deymanda. Xotining birga bo'lganda, balki bu qiz yetaklab olib kelmasding uyga. Oyi, nimalar deyapsiz? Bu qizni nima daxli bor? Bo'pti, bor. Arazlab ketdi. Qovog'idan qor yog'yapti. Qo'ynini olib borib. Yaxshi. Yodgor? Voy. Hay bola. Yodgor dedim. Mehmon turdi. Kuzatib bormaysanmi? Tur. Bolam, nimaga bu yerda yotibsan? Nimaga xonangdamassan, o'g'lim? Tinchlikmi? Anu keliningiz bilan tortishib qoldik. Rosa qaysa bo'lib qopti bilmayman. Bolam, to'satdan mana bu qizni yetaklab kelding. Kelin sho'rlikka ham oson emas, dovdirab qoldi. Oyijon. Bolam. Anu turdi. Sizlarni qidiryapti. Bolam, boring, nonushta tayyorlang qizim. Keyin kuzatib boramiz. Bora qoling bolajonim. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yon boshlab yotmasdan tur endi. Bo'pti. Yodgor? Bo'pti, boravering. Bo'l, tez. Ketavering, darrov orqamdan chiq. Qizim, Ha,
Yaxshi dam oldingizmi, bolam? Xudoga shukr, siz yaxshi dam oldingizmi, xolajon? Rahmat, bolam. Rahmat. Endi uyga borganda hammalariga salom aytasiz-a, bolam? Ha, albatta. Ha, oyijon, bitta duo qilsangiz endi kuzatib qo'ying mehmonni. Ha. Ilohi amin, tinchlik xotirjamligini bersin. Hamma qo'shgani bilan qo'sha qarsin. Hammani uyda to'ylar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Allohu akbar. Hammalarini-chi yangi yil bilan tabriklab qo'yasiz kelayotgan Xo'p bo'ladi, xolajon. Xo'p. Yaxshi kutib olinglar yangi Siz ham yilni. boring biznikiga. Men ham turay. Yo, turmang oyim. Men turmayman. O'zim kuzatib boraman. Bolam, men turmadim. Xo'p, Uydagilarga xolos, salom yaxshi ayting. o'tiringlar. Xush kelibsiz, bolam. Xo'p. Maylida. Kuzatib yordingizmi, qizim? Ketishdimi? Ketishdi. Ha, yaxshi. Yaxshi. Oyijon, Hm? shu qiz o'g'lingizni orqasidan ergashib kelgan. O'ynashib bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Yana boshladingizmi, qizim? A ko'rmadingizmi o'g'lingizga qanday qilib suqlanib qaraganini? Ko'rmadim. Ana, ketdi. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Bo'lar bo'lmaski rashk qilib o'g'limni ham yuragini siqmang, bolam. Erimni qizg'angani meni aybim, oyijon. Agar siz ham meni bu yerda ushlab turmaganingizda orqasidan dumab kelmagan bo'lardi. Tilingizni ting, haddingizdan oshyapsiz. Bo'ldi endi. Ay! Olaydimi menga? Erkaligingga seni. Bu kelin tushmagan rosa burro chiqdi-ya. Lekin bir tomondan to'g'ri gapiryapti. Xudo ko'rsatmasin, shu qiz o'g'limga ilakishib kelganda nima bo'lardi? Yolg'iz o'zini yuborib xato qildim. Kelinim aytganicha bor. Bolalarimni ayirib, sal qolsa o'g'limni xiyonat qilishga yo'l ochib beray debman. Men ahmoq. Yangi yil o'tsin. O'g'limga qo'shib kelinimni ham jo'natib yuboraman. Menga ortiqcha bashorig'ini keragi yo'q. Dilnoz. Senga gapiryapman. Hali ham xafamsan mendan? Menga qara. Bo'ldi. Menga qara, sal qovog'ingni och, ko'zimga qara. Yangi yil bo'lsa endi bu yog'i. Yangi yil ham ta'tirmakan menga endi. Nimaga unaqa deyapsan? Xo'p, kechir agar men ayb ish qilgan bo'lsam, lekin men yomon ish qilganim yo'q-ku. Yodgor aka, nima ish qilganingizda emas gap. Unda nimada? Xayriyatki, u qiz oddiy hamroh bo'lib keldi. Agar boshqa holat bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Men xiyonatni ko'tara olmayman. Menga qara. Men senga axir hech qanaqa xiyonat qilmadim-ku. Bu xayolimda ham yo'q umuman. Yetti uxlab tushimga kirmagan senga xiyonat qilish. Bilaman, lekin bu holat sodir bo'lishi mumkin edi. Siz erkaklar biz ayollarni qayerdan ham tushunardinglar. O'sha qizni siz bilan ko'rib, asablarim buzilib ketdi. Adoy tamom bo'ldim. Mana, men o'sha qiz bilan birga ketganim yo'q-ku. Men seni yoningda turibman, to'g'rimi? Men seni yaxshi ko'raman. Xavotir olma. Bayramdan keyin seni o'zim bilan olib ketaman, xo'pmi? Endi yolg'iz qolmaysan. Siz olib ketmasangiz ham o'zim ketaman. Sizni yolg'iz jo'natib bo'pman. Voy, o'zim rashkchimdan. Xavotir olma, olib Berib ketaman bo'pman dedim, olib boshqasiga. ketaman, tushundingmi? Oyi, Oyijon, Jonim bolam.
Qizim, keling bag'rimga. O'zim o'rgilib ketay. Bolalarim, meni xudbinligim sal qolsa sizlarni baxtinglarga chang solay dedi. Buni o'zim tushunib yetdim, bolam. Kelin. O'g'limni sevib mana shunaqa rashk qilarkansiz. Iloyim oxirigacha bo'lsin. Ana shunday ardoqlab yuring, bolam. Oyi, nimalar deyapsiz? Men o'zimni halovatimni o'ylab seni ortingdan kelinimni jo'natmadim. Mana bu qizni kelishi menga ishorat bo'ldi. Meni kechiringlar, bolam. Unaqa demang, oyi. Onam o'zim farzandidan kechirim so'raydim. Bayram o'tsin, ha? Yangi yildan keyin o'zim tuguningizni tugib beraman, o'g'lim bilan birga ketasiz. Oyijonim o'zimmi? Baxtimga sog' bo'linglar. Asal onam.